Zamonaviy Zumrad va Qimmat ertagi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir shaharda Zumrad va Qimmat ismli ikki qiz yashar ekan. Ular bitta oilada ulg'ayishgan bo'lsa-da, fe'l-atvorlari butunlay boshqacha edi. Zumrad mehribon, tartibli, qo'li gul, kitob o'qishni yaxshi ko'radigan qiz edi. U har kuni onasiga yordam berar, singlisi yoki do'stlari muammoga duch kelsa, darrov yoniga paydo bo'lardi. Qimmat esa ko'proq telefon o'ynashni, internetda vaqt o'tkazishni yaxshi ko'rardi. Uy ishlari unga zerikarli tuyular, ko'pincha keyin qilaman deb va'da berib qo'yardi-yu, lekin bajarmasdi. Bir kuni onalari ikkisiga ham vazifa beribdi. Bolalarim, hovlimizni tozalashimiz kerak. Zumrad, sen gulzorga qaragin, Qimmat, sen esa chiqindilarni chiqarib qo'y, debdi. Zumrad tez tartibli qilib hamma ishini ado etdi. Chiroyli gullarni sug'orib, atrofini yanada go'zal qildi. Qimmat esa chiqindilarni ko'tarib ketayotib, dugonalari bilan telefonga chalib qolibdi. Chiqindilarni yerga qo'yibdi-yu, unutib yuboribdi. Chiqindilar ko'chaga to'kilib, shamolda uchib ketibdi. Chiqindilar qo'shnilarning eshigi tagiga uchib boribdi. Qimmat esa beparvo bo'lib dugonalari bilan o'tiraveribdi. Shunda qo'shnilar kelib, Zumrad hovlingni obod qildi, Qimmat esa aksincha ko'chani iflos qilib qo'ydi deyishibdi. Onalari qizlarga qarab, har kimning ishi o'zidan belgidir. Bir qizi mehribonligi va mehnati bilan hammaga o'rnak bo'ldi. Ikkinchisi esa dangasalik va beparvolik bilan odamlarni xafa qildi. Hayotda qaysi yo'lni tanlashni o'zingiz hal qilasiz, dedi. Qo'shnilar Qimmatga qarab yana, Qimmat, qiz bola odobi bilan yurishi kerak. Qizlarga yarashadigan kiyim kiyish, bu ham tarbiya belgisi. Shim kiyib beparvo yurishing odobdan emas. Sen mahallamizdagi kichik qizlarga yaxshi o'rnak bo'lishing kerak. Ammo bu holating bilan ularga noto'g'ri ta'sir ko'rsatyapsan. Qimmat qo'shnilarning gapini eshitib boshini egib qoldi. Shundan keyin Qimmat xatosini tushunib, ko'chaga sochilib ketgan axlatlarni yig'ib olib, axlatlar uchun mo'ljallangan maxsus joyga tashlab keldi va odobli qizlardek chiroyli ko'ylaklar kiya boshladi. Mehnat qilgan insonning yuzi yorug', vijdoni xotirjam bo'ladi.